Bir kambag'al darvish bilan boy bir safda namoz o'qibdi. Namoz o'qigandan keyin darvish qo'lini ko'tarib, "Ya Robbi, men hozir tuxum yegim kelyapti. Tuxumdan keyin falondaqa meva yegim kelyapti. Mana bu mevani yegandan keyin falondaqa non yegim kelyapti." Ya'ni aytibdi, "Shu bu narsalar yegim kelyapti" desa, boy nima dermish yonidagi, ichida? Menga tekkizib, meni boyligimni bilib, menga tekkizib bu gaplarni aytayapti bu. O'zimga kelib to'g'ridan to'g'ri so'rasa, men ku berardim uni. Men berardim uni. Menga duo sifatida, ya'ni Allohga aytayotgandek qilib menga tekkizib gapirayotganligi uchun men bermayman dedi. Boy safda turdi, darvish